Eshitingda, sizga tanish holat. Internetga bir kirganda 2-3 soatlab ham qolib ketaman va natijada oxirida hech nima esimda qolmaydi. Shirinliklarni, shakarni yaxshi ko'raman, iste'mol qilaman. Va umuman badan tarbiya qilishga vaqtim yo'q. Yugurishga, mashq qilishga har kuni ertadan boshlayman deyman, lekin bunga deylik necha yillar o'tib ketdi. Bundan tashqari yana nima? Kitob o'qishga umuman vaqtim yo'q. Oxirgi marta qachon qaysi kitobni o'qiganman esimda yo'q, rosti gap. Lekin kitob o'qiganda odamni fikrlashi qanchalik teran bo'ladi, ziyrak bo'ladi, ya'ni gapirish, nutq madaniyati yaxshilanadi. Ularni bilaman, lekin qilmayman. Ertadan boshlab mana 1-iyun ekan, challenge e'lon qildim o'zimga o'zim, ya'ni nafsimni boshqara olmasam hech qachon muvaffaqiyatga erisha olmasligimni bilaman. Shuning uchun o'zimga o'zim urush e'lon qildim. Ertadan boshlab yuguraman, badan tarbiya qilaman. 40 kun davomida shakar umuman iste'mol qilmayman, shirinliklar yemayman va har kuni kitob o'qishni odat qilaman. Agar mana shu challenge'da qatnashmoqchi bo'lsangiz, siz ham doimiy kuzatib harakat qilib ko'ring. Buni faqat kontent uchun qilmayman. Men oilamga va o'zimga sog'lom kerakman. Siz ham.